Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, anchadan beri oralig'ida 3 ta yozgan videoroliklarim va sizlarga e'tiboringizga taqdim etganlarim video darslar emas edi. Ya'ni video ma'lumotlar sirasiga kirgan edi. Mana sizlar bilan yana video dars yozishni davom ettiraman. Taqdim etishni e'tiboringizga video darslarim bor. Bu 9-sinf jahon tarixi. Tanlagan mavzuim 3-paragraf Fransiya, Prussiya va urushi va uni yakunlari. Demak, bu mavzuni tushuntirish mobaynida men sizlarga qaysi tarixiy metodni qo'llashni o'rgatmoqchiman. Bu albatta analiz va sintez metodi. Analiz bu tushunarli, понятный holat, ya'ni alohida imkon qadar xronologiyaga, voqeliklarni ketma-ketligini aniqlagan holda, sababiyat albatta bevosita retrospektiv metod ham ba'zi bir elementlarini, sifatlarini ko'rishimiz mumkin, belgilarini. Va shu bilan bir qatorda siyosiy ahvolni va albatta ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni ham sabablari alohida guruhlarga, fazalarga ajratilgan holda ko'rib chiqiladi va oxirida sintez qilib bir sira takrorlanish qilingandek qaytadan gapirib beriladi, qisqacha mazmun yetkaziladi o'quvchiga. Xo'p, albatta 19-asrning 60-yillarini ikkinchi yarmidan, bu получается 1860-yilni ikkinchi yarmi desak, 1865-yillar taxminan. Shu vaqtdan boshlab Fransiya imperatori Napoleon III mavqeyiga putur yetdi. Bunga sabab nima edi? Fransiyani iqtisodiy taraqqiyot bo'yicha o'z qo'shnilari bo'lgan Buyuk Britaniya va Germaniyadan tobora orqada qolayotgan iqtisodiy zaiflik, одним словом, Napoleon uchun mavqe obro' e'tiboriga putur yetishi. Bu albatta qaysi davlatlardan ko'ra Buyuk Britaniya va Germaniyani iqtisodiyotidan ko'ra zaiflashib qolayotgani. Ayni paytda Fransiya Prussiya va Germaniyani birlashishiga to'sqinlik qila olmay qoldi. Tashqi siyosatda omadsizlikka uchradi. O'sha omadsizlikdan bittasi Prussiyani Germaniyani birlashishiga to'sqinlik qila olmay qolishi. Germaniya yagona davlatga birlashadigan bo'lsa, Fransiyani xalqaro maydondagi obro'siga jiddiy zarar yetar va Yevropadagi ikkinchi davlatdek mavqeyi barham topar edi. Bu tushunarli holat. Agar Germaniya yagona birlashgan mamlakatga yagona davlatchilikga shakllanadigan bo'lsa, birlashadigan bo'lsa, Fransiya albatta o'z obro'-e'tiborini yo'qotadi xalqaro maydonda, Yevropa asidagi. Fransiya hukmron doiralari 1860-yildagi Buyuk Britaniya Fransiya savdo shartnomasidan ham norozi edi. Fransiyadagi demak hukmron doiralar aynan shu siyosatni olib borishdagi demak ta'sir etuvchi kuchlar Buyuk Britaniya bilan Fransiya o'rtasidagi savdo shartnomasidan ham norozi. Demak, bu savdo aloqalari bo'yicha shartnoma imzolangan va undan Fransiyadagi siyosiy ta'sir kuchlari demak hukmron doiralar norozi bo'lgan. Chunki ingliz tovarlarining Fransiyaga ko'plab kiritilishi fransuz tovarlarini bilan raqobatda kuchaytirmoqda edi. Fransuz tovarlari esa значит bundan kelib chiqadiki, raqobatdosh bo'ladigan davlatning tovarini xohlamagan. Bundan tashqari mamlakatda ishsizlik, qamatchilik mehnatkashlarning doimiy yo'ldoshi bo'lib qolgandi. Tushunarli. Demak, mamlakatda ishsizlik hukm surgan, Fransiyada qimmatchilik va mehnatkashlar albatta noroziligiga sabab bo'lgan. Bu hodisa ishchilarning keskin noroziligini vujudga keltirdi. Bu tabiiy holat. Bunday sharoitda Napoleon III Prussiyaga qarshi g'olibona urush zarur edi. Bu urush Fransiyani Napoleon IIIning mavqeyini tiklagan bo'lardi. Demak, go'yoki xalqaro maydonda Buyuk Britaniya va Germaniyani o'rtasidagi, ayniqsa Germaniya haqida gap ketganda, Germaniya va Prussiyani o'zaro munosabatlariga rahna solib, demak, Prussiya bilan ochiqchasiga jangga kirishish fransuz imperatori demak Napoleon IIIni qandaydir ma'noda demak obro'-e'tiborini tiklagan bo'ladi. Buning uchun urushda g'alaba qozonish, Germaniyani birlashishiga yo'l qo'ymaslik va Germaniyani ba'zi hududlarini bosib olish zarur edi. Bu siyosiy maqsadlar, tushunarli. Xo'p, Prussiya ham bir necha yillardan beri Fransiyaga qarshi urushga tayyorlanib kelayotgan edi. Uning maqsadi Germaniyada Prussiyaning hukmronligini mustahkamlashga to'siq bo'lgan Fransiyani yengish va Germaniyani birlashtirish nihoyasiga yetkazish. Demak, ko'rib turibmizki, uchta shunday davlat Prussiya Germaniyani birlashishini xohlayapti, Fransiya esa Germaniyani birlashishini xohlamayapti. Chunki fransuz tovarlari o'zlariga raqobatdosh bo'ladigan tovarlarda yuzaga kelishini xohlamasligi Fransiyadagi o'sha hukmron doiralar tarafidan va bu Napoleon IIIni demak fransuz imperatorini
go'yoki xalqaro siyosatdagi mavqeiga, obro'-e'tiboriga putur yetkazishi bilan xarakterlangan holat edi. Xo'p, urushni boshlanishiga keladigan bo'lsak, Ispaniya taxtiga kimni o'tkazish masalasi urushni boshlanishi uchun asosiy bahona bo'ldi. O'zini bir vaqtlardagi qudratini yo'qotgan Ispaniyada 1868-yilda inqilob yuz bergan. Demak, Ispaniyada 1868-yilda inqilob yuz berdi. Qirolicha Izabella II Fransiyaga qochib ketishga majbur bo'ldi. Fransiya imperatorining xotini millati Ispaniyada Izabellaga taxtini qaytarib olishida yordam berishga qaror qildi. Demak, Fransiya imperatorining xotini bu yerda Napoleon IIIning xotini nazarda tutilyapti. Настолько понятно, то есть undan keyingisi esa demak o'sha Napoleon IIIning xotini o'sha Izabellaga taxtni qaytarib olishiga ko'maklashishga harakat qiladi. Yevropaning buyuk davlatlari o'rtasida Ispaniya taxti uchun boshlanib ketgan kurash bunga imkon bermadi. Demak, tushunarli holat. Buyuk Britaniya, Germaniya, Prussiya masalalari nazarda tutilayotgani shubhadan xoli emas. Germaniyani ham Ispaniya taxtiga o'z nomzodini qo'yishga harakat qilgani sabab bo'ldi. Demak, Ispaniya taxtiga Izabellani qaytarish uchun Fransiya imperatorining xotini yordam beraman degan payti, ba'di Germaniya ham Ispaniya taxtiga o'z nomzodini qo'yishga taraddudlanayotgani ochiqlanyapti. Xo'p. Prussiya qiroli Vilhelm I bunga rozi bo'ldi. Demak, Prussiya Germaniya bilan bir yoqadan bosh chiqarishga harakat qilayotgan holat. Germaniyani birlashishiga yo'l qo'ymayotgan fransuz imperatoriga, demak, Prussiya qirolligi ham o'zi bir necha yildan beri bu Fransiya va Prussiya o'rtasidagi urush uchun Prussiya ham demak boyagina sizlar bilan eslab o'tgan bo'ldik, tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Demak, ikkala davlat bir-biriga gegemonik nuqtai nazardan desam ham mubolag'a bo'lmaydi deb o'ylayman. Bir-biriga chiqarayotgan o'ta kuchli siyosat va iqtisod jihatdan kuchli davlatlar o'sha davrda. Xo'p, keyingisi Fransiya Germaniyadan kelgusida ham ispan taxti uchun nomzod ko'rsatmasligini, hozir ko'rsatgan nomzodidan taxt da'vosidan butunlay voz kechishini erishishini talab qildi. Xo'p. Orada Germaniya bu yerda siqilib turgan holatda desak, oralig'ida arosatda turgan holatda. Bu shunchaki, masalan, albatta o'z nomzodini taklif etyapti. Prussiya esa Fransiya bilan jangga tayyorlanayotgan davlat, uni Germaniyani albatta podдержка qilyapti. Xo'p, bu albatta Fransiyani g'azabini qo'zg'ayotgani tayinli holat. Prussiya kansleri Bismarck qirol va Fransiya elchisi o'rtasidagi suhbat tafsilotini atayin buzib talqin etdi. Gazetadagi xabarga go'yo qirol Fransiya elchisi bilan gaplashishni xohlamagan va elchiga orqasini o'girib olgan. Bu hodisa tarixga Ems depeshasi nomi bilan kirgan. Shu o'rinda depesha degan so'zga aniqlik kiritadigan bo'lsak, bu tarixiy termin shoshilinch xabar degan ma'noni bildiradi. Xo'p, bu xabarni Fransiya o'z sha'ni uchun haqorat deb qabul qildi. То есть откровенное оскорбление, одним словом. 1870-yil 17-iyulda esa Fransiya Prussiyaga qarshi urush e'lon qildi. Mana Fransiya Prussiya urushi boshlanish sanasi 1870-yil 17-iyuli. Shu tariqa demak Fransiya Prussiya urushi boshlanib ketdi. Fransiya harbiy kuchlarini urushga tayyor emasligi, Prussiya qudratini yetarli baholamaganligi ma'lum bo'lib qoldi. Urushga shu qadar serg'ayratlanib, shoshilib, juda ham bir his-tuyg'uga, ehtirosga berilgan holatda urushga jajdasi qo'zigan Fransiyani o'zi demak Prussiyani demak harbiy qo'shini yetarli ekani va o'zini bu harbiy masalalar bo'yicha va Prussiyani oldida zaifligini inobatga olmagani demak unga pand berishi tez orada yaqqol namoyon bo'ldi. Demak, Prussiya 1870-yil 1-sentyabr kuni Fransiya qo'shini tarkibida bo'lgan Napoleon III ham Sedan qal'asi yonida qurshab olindi. Demak, Napoleon IIIning o'zi ham Sedan qal'asi yonida qurshab olindi. Qachon? 1870-yil 1-sentyabr kuni. Demak, albatta Prussiya o'zini mana ham siyosiy ham harbiy jihatdan kuch-qudratda Fransiyadan ustunligini ko'rsatishni amaliyotda ko'rsata boshladi. Demak, Fransiya qo'shini nemislarni 140 minglik qo'shini orasidan qurshovni yorib o'ta olmadi. Bu tabiiy holat. Napoleon III 2-sentyabr kuni oq bayroq ko'tarishga buyruq berishga, o'zini qilichini esa Prussiya qiroliga jo'natishga majbur bo'ldi. Bu yerdagi 80 ming kishilik qo'shin Napoleon boshchiligida taslim bo'ldi. Napoleon III Sedanda o'z Waterloosini topdi. Waterloo so'ziga aniqlik kiritamiz. Bu tarixiy termin atama, hozirgi Belgiya hududidagi qishloqning nomi. Bu qishloqda 1815-yilning 18-iyunida Napoleon I
qo'shini tor-mor etilgan jang bo'lib o'tgan. Xo'p. 100 ming kishilik ikkinchi qo'shin ham Metz qal'asida qurshovga tushib qoldi. Endi Fransiya Germaniyaga tahdid sola olmas edi. Bu mag'lubiyat Ikkinchi imperiya hokimiyatining halokati bilan ham tugadi. Demak, Fransiyaning Ikkinchi imperiya davri o'z nihoyasiga yetdi. Demak, birinchi o'rinda Napoleon 3 ni o'zi demak Sedan qal'asi yonida qurshovga tushdi. Ikkinchi qo'shin ham Napoleon orqasidan demak kelayotgan ikkinchi qo'shin ham yordamga Metz qal'asida qurshovga olingan. U 100 ming kishilik qo'shin bo'lgan. Xo'p. Napoleonning o'zi bilan demak Sedan qal'asi yonida qurshovga demak asirlik desak ham bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri qurshovga olindi. Pistirmaga yon bera olmadi. Bu alal-oqibat albatta asirlikka olib kelinadigan bu jarayon. U Napoleonning o'zi yonida demak 80 ming kishilik fransuz qo'shini bo'lgan. Va shu tariqa demak Napoleon 3 Sedan demak qal'asida demak o'z Waterloosini topdi. Waterloosini. Mana hurmatli kuzatuvchilar, men sizlarga demak analiz va sintez tarixiy metodini qanday qo'llash kerakligini o'rgatdim. Har bitta ma'lumotni o'qiganda aniqlik kiritib, eng sodda tilda donalab alohida avvalambor o'sha guruhlarga yo'naltirib, masalan, bu yilga tegishli narsa, mana bu esa siyosiy masala, iqtisodiy, harbiy jabha degan ma'noda bo'lib tushuntirishni bu analiz qismi edi. Endi sintez qismida albatta 19-asrda 60-yillari ikkinchi yarmidan Fransiya imperatorini Napoleon 3 ni, ya'ni obro'siga zarar yetdi. U Prussiya bilan demak jang qilishga taraddudlandi. Prussiya davlati ham fransuz imperatoriga qarshi urushga bir muncha vaqtdan beri tayyorlanib kelayotgan edi. Ikkala davlat o'rtasidagi urushga sabab esa mana sintez jarayonini ko'rsatyapman. Analiz metodini ko'rsatdim, sintezni ham ko'rsatyapman. Ikkalasini urushning sababi Fransiya Germaniyani birlashishni xohlamagan, Prussiyani unga yordam berishni ham xohlamagan. Prussiya esa zaatno Germaniyani birlashishni xohlagan. Xo'p, ikkala davlatning o'rtasidagi urush boshlanishiga sabab bo'lgan voqea esa Ispaniya qirolichasi demak Izabellani taxtdan qochib taxtni egallashni xohlashi va demak o'sha Ispaniyada yuz bergan o'sha inqilobda taxtni tashlab qochib ketishiga sabab bo'lishi va imperator demak o'sha Napoleon 3 ni xotinidan yordam so'rashi va bu holatda albatta bu ayol ham Izabellani o'sha sobiq qirolichani demak o'z taxtini egallash uchun qaytarib olishi uchun ko'maklashishga qaror qiladi. Bu holatda albatta Germaniya, Prussiya, Fransiya o'rtasida, Buyuk Britaniya demak o'rtasidagi g'avg'olarning o'zi yetarli bo'lib qoladi. Germaniya ham bu yerda o'z nomzodini taklif etadi Ispaniyani taxtini egallash uchun. Kim hukmdor bo'ladi? Bu yerda esa Prussiya Germaniyani qo'llab-quvvatlaydi. Fransiya esa Germaniyaga Ispaniyani demak davlat ishlariga aralashmasligini, demak masalada hech qanaqa nomzod taklif etmasligini mana ko'rib turibsizlar. O'sha narsalarni bayon etadi. Va shu oqibatida demak 1870-yilda 17-yilda Fransiya Prussiya urushi e'lon qilinadi. Bu yerda eng oxirgi ключевой заключение desak ham bo'ladi. Eng oxirgi nuqtalarida sabab bo'lgan narsa Prussiyadagi kansler Bismarck o'z gazetasida qirol va Fransiya elchisi o'rtasidagi suhbat tafsilotini atayin buzib talqin etadi. Bu ochiqchasiga albatta provokatsiya, fitna chiqarish usuli bo'lgani uchun gazetadagi xabarga ko'ra go'yoki o'sha Prussiya qiroli Fransiya elchisi bilan gaplashishni xohlamasin, shunchaki boshqa tarafga o'girilib o'tirib olgan holatda shunday talqin qilingan. Bu albatta Fransiyani g'azabini battar qo'zg'aganda agressiya pik darajasiga yetgandan keyin mana 1870-yil 17-iyulda ko'rib turibmizki, o'rgandik. Fransiya Prussiya urushi e'lon qilindi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, sintez jarayonini ham sizlarga qanday qilib qo'llanilishini o'rgatdim deb o'ylayman. Albatta tushundinglar deb o'ylayman, chunki analiz va sintez jarayoni bu bir qaraganda ham sodda, ham yetarlicha qiyinchiligi bor tarixiy metod hisoblanadi. Albatta meni repetitorlik darslarimga yoziladigan bo'lsanglar, balki abituriyent, balki sertifikatchi, balki siz so'zlashtiruvchi yoki qiziquvchi inson sifatida mana shu metod bo'yicha to'xtalganimizda sizlarga batafsil tushuntirib beraman deb o'ylayman. Chunki men hozir mana bu video dars tarix bo'yicha bu umumiy, общий ko'rinishda o'tib ketiladigan darsda.
Ba'da individual yondashish yo'q. Masalan, men ro'paramda bir o'quvchi bo'lsa, uni xarakter xususiyati, idrok, o'zlashtirish darajasi va darsda qatnashishdan ko'zlagan maqsadidan kelib chiqib, men unga tarixiy metodlarni yoki tarix o'qitish metodikasidagi ba'zi bir instrumentlarni, metodikalarni tanlab olaman va shundan kelib chiqqan holatda pedagogik jihatdan darsni qizg'in qilish uchun ba'zi bir yondashuvlarni qo'llayman va psixologik jihatdan ham u insonni ongiga singdirish uchun mavzuni ba'zi bir ta'sir vositalaridan foydalanaman. Shuni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.